Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dehqonchilik buyuk bir kasb ekanligini va sadaqalik, ehsonlik kasb ekanligini hadislardan birida aytadilar. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun wa la insan illa kana lahu bihi sadaqa. Qaysi musulmon ko'chat eksa yoki dehqonchilik qilsa, undan qush, inson yoki hayvon yesa, uning ekkan kishiga sadaqa qilganning savobi yoziladi deb hadislarda aytdilar. Ushbu hadisga omil bo'lgan sahobalar aksarlari bog' yaratishgan. Bilasizlar, Madinaning mashhurligi xurmo bog'lari bilan. Chunki asosan xurmo bo'lganda. Hozirgacha vaqf o'laroq xurmolar bor Madinada. Xususan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan Hazrati Bilolni haligacha bog'lari bor. Odamlar istifoda qiladi shundan. Endi biz bilmaganimiz qancha. Uni o'sha Saudiyadagi tarixchilardan so'rasak, bir qancha bog'larni aytib beradi. Men hozirgisini aytay, mayli endi sahobalar davridagisi mayli. Hozirgisini aytadigan bo'lsak, Saudiyada Burayda degan bir shaharda dunyoning Guinness rekord kitobiga kiritilgan bir bog' bor. Bu bog'da 200 ming tup xurmo o'stirilgan va har doim qo'shib turiladi. Mana shu xurmo bog'idan chiqqan xurmoni xarajatini, ya'ni foydasini talabalarga, yetim yesirlarga, uylar qurishga, yo'llar qurishga, shifoxonalar qurishga, ta'lim maskanlarini qurishga ishlatiladi. Bitta odamniki. Solih degan bir arabniki shu Xudo uchun yerni olib, shuni vaqf qilib qo'ygan. Uni tijorati emas, uni ishi boshqa. Lekin kichkinaligidan bog'ni kengaytirib, hozir 5470 gektar joyga ekar ekan. Qiladigan ish shu. U yerda ishlaydiganlari bor, hammasi bor. Hatto buni o'rganib, hozir dunyoda bilasizlar, o'sha mevalarni o'rganadigan tashkilot bo'ladi. Yevropaga agar siz biror bir meva chiqarsangiz 1000 chiqarimdan o'tishingiz kerak. Ular rosa tekshiradi yeydigan narsasini. Mana shu aynan shu Buraydadagi xurmozorni xurmosini Yevropa bittada bitta olar ekan. Chunki hech qanday zararsiz bo'lgan xurmolarni turiga kirar ekan. Sotib olar ekan. Demak, bu inson mana shu joyda 200 ming tupdan chiqqan xurmoni pulini yuqorida aytgandek o'qiyotgan talabalarga yoki maktablarga yoki bemorlar, xastalarga shifo sababida uy qurish bo'lsin, ta'lim qurish bo'lsin, quduq chiqarish bo'lsin, shunga ishlatadi. Vaqf qilib qo'ygan. Demoqchi bo'lganim, bu hadis hali ham davom etyapti. Balki oramizda ham shunaqa insonlar bordir. Agar eshitmaganingiz bo'lsa, shuni bir niyat qilib qo'ying. Imkoningiz bo'lsa, bog'ingiz bo'lsa, dalangiz bo'lsa, bir bo'lagini vaqf o'laroq shu daraxtlardan chiqqan mevalarni sotar ekanman, pulini shunaqa narsaga ishlataman deb o'zingizga bir qasd qilsangiz, inshaalloh bu bilan bir maza qilasiz.